Assalomu alaykum aziz do'stlar, bu Sherozbek Play kanali va sizlar bilan bugun men Alternate World o'yinini davomini o'ynayman. Xo'p, menimcha adashmasam mana shu yerda qolgan edik va davom etamiz. Bu yerlardan o'tgandik. Yangiliklarni eshitgandik do'stlar. Xo'p. Va biz qilishimiz kerak bo'lgan yagona narsa bu ketish. Hop, ketdik. Oynalarga oqlarni qaytadan bo'lyapti do'stlar, bilmadim nega. O'tgan safar o'zi hammasini qo'yib chiqqandim. Mayli, qo'yib chiqamiz. Faqat bu seriya ozgina ushlanib qolgani uchun meni kechirasizlar do'stlar. To'g'risini aytsam, bunday qaradim o'zim ham. Qo'ymasam bo'lmas ekan, obunachilarimni sog'indim dedim-da, o'rishda bo'lsa ham hattoki. Men sizlarni baribir yaxshi ko'raman do'stlar, doimo. Xo'p, endi Fyodorni qidirishga ketamiz. Ketdik. Xo'p, men uyda o'tirishni tanlamadim. Fyodor ushlanib qolibdi. Men undan xavotirdaman. Shuning uchun ham. Xo'p, boshqa joyga borish kerak, uni qayerdaligini bilish kerak. Mashinani qoldirgan yaxshi edi va piyoda kelgan yaxshi edi deydi. Hozir do'stlar, sizlar uchun hozir mana bu yorug'likni ko'tarib qo'yaymen. Mana hammasi ko'rinyapti. Boyagi semyorchkada bo'lsa kerak. Yuguraylikchi do'stlar. Voy. Qor bor ekan. Voy. Nima bo'ldi? O'tdik. Mana shu yerda zombilar chiqib qolsa ya do'stlar. Fyodor zombiga aylanib qolgan bo'lsa. Menimcha общежитiyada bo'lmasa kerak Fyodor. Odamlar. Gaplashib bo'ladimi? Yo'q, gaplashib bo'lmas ekan ular bilan. Ko'rdinglarmi? O'tib ketdim. Mana Fyodor. Bu kim? Ofitser ekan. Do'stim, nima bo'ldi? Mana bu mashina darvozani buzishga harakat qilibdi. O'xshamabdi. Haydovchi qayerda? Qayoqqadir qochib ketgan. Qolganlarga o'xshab. Radioda aytishdi, situatsiya o'zgaryapti, holat o'zgaryapti. Karantin e'lon qilishibdi butun davlat bo'yicha. Xo'p, ko'rib chiqish punktlarini ochishibdi deydi. Biz nima qilishimiz kerak? Yo'q, do'stim, o'tiramiz bugun. Keyin ko'ramiz hammasini. Esimdan chiqib qoldi do'stlar, obrazga kirish. Odamlar hammasi uyda o'tirishibdi. Qayerga borishdir variant emas bu. Menga yordam ber, sumkalarni olib boraylik joyiga. Yaxshi, mayli. Telefonlar hozir ishlamayapti. Semyon shahar bilan aloqani tiklamoqchi. Semyon kim, do'stim? Administrator ekan bu yerdagi. Uylarga hozirgina tok, elektr berishdi. Tushundim. Mayli, ketdik. Men sog'inib qoldim. Yaxshi, ketdik. Xo'p. Hamma buyumlarni elda bo'lganimizdan so'ng Fyodor bilan bo'lib o'tgan voqealar haqida gaplashdik. Umuman olganda, masshtab muammolarni baholash qiyin edi. Hammasi
davlat qo'lida edi deydi. Поступающийlar беспорядочно, tartibsiz deydi. Do'stlar, hozir esimdan chiqib qoldi tarjima qilish. Fyodor alkogol ichishni boshladi. Vino ichishni boshlabdi холодильникdagi. Qanaqadir disk qo'yibmiz ekan. Iye, достижение. Fyodor. Xo'p, menga qara, do'stim, nima bo'ldi? Radioda nima haqida gapirishdi? Umuman olganda, bironta aniq narsa haqida gapirishmadi. Aytishdi, butun davlat bo'yicha karantin, uyda hamma o'tirishsin, hech kimga eshik ochishmasin, ovqat va suv bilan zaxiralanib olishsin. Nimalar bo'lyapti, do'stim? Boyagi bitta odam menga gapirgan edi. Zombilarga aylanyapti ekan odamlar. Yana shunga o'xshash narsalar. Qanaqadir jinniga aylanib qolishyapti ekan, agressiv bo'lib qolishyapti ekan. Qaysi odam haqida gapiryapsan? Men boya sumkalarni qo'yayotganimda bir ikkita so'zlar bilan u bilan bo'lishib oldik. Sabablari bormi? Kim aytadi hozir? Qanaqadir nima deydi? Xullas, помешательство, aralashish degandek-da. Yana shunga o'xshash narsalar, xalaq berish. Bizda oziq-ovqat bilan nima? Qanday ma'lumot? Ozgina bor. Bolalar bilan hozir aloqa hech qanaqasiga yo'q. Biz ikkalamizga 3 kunga yetadi. Nima deyapsan? Bu yerda 3 kun o'tiramizmi? Agar karantin bo'lsa, bu yerda undan ham ko'p qolishimiz mumkin, do'stim. To'g'ri aytasan. Bundan ham ko'p qolishimiz mumkin. Lekin bilib qo'y, men bu uydan endi umuman chiqmayman. Bu yerda yonimizda magazin bor ekan, do'kon. Hozir uni yonidan o'tdim. Menimcha u hozir yopiq, lekin Semyondan bilib olish kerak, aniqlash kerak. Qachon u ochiladi? Agarda u yer ochilsa, menimcha oziq-ovqat bo'lish kerak. Semyon bilan gaplashish kerak ekan. Semyon, iltimos, menga aytib yubora olasizmi? Magazin haqida qanday ma'lumot bor? Bu yerda nimadir sotib olish mumkinmi? Yo xudoyim, bu 3-chi savol menga bugun berilgan. Ertaga albatta e'lon qilaman. Hammaga bu mavzu haqida. Bugun nimadir bormi yeb turishingizga? Bugunga bor. Judayam yaxshi. Men hozir umuman o'zim ham tushunmayapman. Boshqaruv bilan nima bo'layotganini. Shahar bilan aloqa yo'q, baza bilan ham. Qanaqadir teoriya oziq-ovqatlar haqida kimdir aytyapti ekan. Shu yerning aholisiga. Tushunarli, men sizni tushundim. Rahmat. Fedya bilan gaplashaylik. Semyon gapiryaptiki, hozir magazin haqida hech nimani bilmas ekan. Mayli, sen uni unutgin, do'stim. Mana shu yerda ozgina saqlab turamiz oziq-ovqatni. Keyin biznikilar tog'dan kelishadi albatta. Nimadir olib kelishadi-ku. Lekin olib kelishmasliklari ham mumkin-ku.
Umuman olganda ular panikada kelishlari mumkin. Tushundingmi? Panikada bo'sh qo'llar bilan kelishlari mumkin. Unda bizni zapaslarga yanada bosim oshadi. Yoki shunday. Kel, ertaga bularni hammasini yechamiz. Bugun umuman hech nima qilgim kelmayapti. Bor uxlagin. Yaxshi, hozir uxlayman. Judayam g'alati qaltis kun. Uxlaymiz do'stlar. Xo'p. Biz Fyodor bilan 2 kun yangiliklarni eshitdik. Ertalab Semyon qanaqadir porsiyalarni sotishni boshlabdi. Xullas oziq-ovqatlarni. Fyodor umuman olganda alkogolga berilib ketdi deydi. Meni bu juda xafa qilyapti. Bunaqa joyda alkogol ichish, bunaqa vaziyatda alkogol ichish umuman olganda g'alati narsa. Hozir buni situatsiya, holat nima deydi? Oqlamaydi. Yangi xabarlar hozircha yo'q. Televizor kanallari hozir shu haqida gapirishyapti. Hech nima ishlamayapti. Radio, mobil telefonlar umuman olmayapti. Signal olmayapti. Oldimizdagi vishka esa hozir aloqani bermayapti. Nimagadir ishlamayapti. Biz yo'lda ketayotganimizda bitta odam aytgan edi. GPS ishlamayapti ekan deb. Holat judayam yomonlashib boryapti. Ertalab 3-kunda men obstanovkani yaxshilab o'rganishga qaror qildim. Umuman olganda biz nimadir qilishimiz kerak edi. Odamlar bilan gaplashish kerak. Odamlar bilan gaplashamiz. Menimcha odamlarning hammasi ham shu haqda gapirsa kerak-ku. Ana kecha o'rtoq. Salom, siz nimadir sodir bo'layotganidan xabardor emasmisiz? Salom. Yo'q, sizchi? Men ham hech nima bilmayman. Afsus. Mana Soqoltoymi? Semyon, xayrli kun. Xayrli kun, Anton. Qalaysiz? O'zim ham bilmayman nimalar bo'layotganini. Ha, tushundim. Afsus. Qanaqadir yangiliklar bormi? Umuman olganda yo'q. Hozir bugun nimadir bo'lib qolishini boshqaruvchilar tomonidan kutyapmiz. Nimadir instruksiya bo'lishi kerak baribir. Nima sodir bo'layotgani o'zi aniqmi? Virusmi bu? Hozir hech nimani bilmayman, do'stim. Afsus. Oziq-ovqat sotib olasanmi? Hozir o'ylab ko'raman. Do'stlar, oziq-ovqat albatta sotib olamiz. Nima bor yani? Buni ham olamiz. Buni ham olamiz. Qimmat ekanda. Mana shu yaxshi, menimcha. Oho, bo'ldi do'stlar, yetadi. Rahmat senga, Semyon. Odamlar bilan gaplashib ko'rishga umuman gaplashib ko'rgim kelmayapti, do'stlar. Xullas, mana shu joyda bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Sizlarga rahmat meni kuzatayotganlaringiz uchun. Albatta, endi Alternate World o'yinini ko'proq o'ynashga harakat qilaman. Sizlar uchun bularning barchasi hozircha esa xayr, salomat bo'linglar do'stlarim. Albatta, yakshanba kuni men yangi seriyani chiqarishga harakat qilaman.